Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Biz Andijondamiz. Hozir bu xonadon egalari bizni chaqirishdi. Xonadonlariga 15 kilovatlik quyosh paneli bilan ikkita 10 kilovatlik setovoy invertorlar o'rnatilgan ekan. Shunga ular 5 kilovatlik panel qo'shib berishni so'rashdi. 5 kilovatlik Jinko panellarni qo'shib berdik. Undan oldin ular bir tomonlamasini qo'ygan ekan, biz ikki tomonlama qo'yib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa o'zimizga aloqaga chiqarasizlar. Panelimiz Jinko paneli ikki tomonlama, yonmas kabel, metal konstruksiyalarimiz profil va ugonnik. Krepleniyasiga ahamiyat berib qo'yasizlar. Biz alyumindan krepleniya qilib qatiramiz. Xullas, hamma yo'g'i joyida. Hozir biz pastga tushib montaj jarayonlarini ko'rsatamiz. Rahmat. Hop, biz pastga tushdik. Bu xonadonda bizda oldin Alfore degan 220 10 kilovatlik invertorlar o'rnatilgan ekan. Biz shunga paneli 15 kilovat qo'yilgan. Bittasiga 5 kilovat ulangan ekan, bittasiga 10 kilovat. Biz unga yana 5 kilovatlik quyosh panel stansiyasini qo'shib berdik. Xolos ishlashlari yaxshi. Kimga shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, kimga shunaqa panel qo'shish kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqamiz. Ideal elektr jamoasi hamisha klient tarafdorida arzon va sifatli qilib beramiz. Panellar, invertorlar, kabellar kelgan. Tovar kerak bo'lsa ham aloqaga chiqinglar, muammo yo'q. Like bosamiz, podpiska qilamiz, esdan chiqmasin. Rahmat.